Thank you very much. So, where are you from? Uzbekistan, bro. Pakistan? No, Uzbekistan. Afghanistan? I said Uzbekistan. Sorry, I don't know. Qo'yaver, siqilma. Hali O'zbekistonni shunday davrlari keladi. Qanday davlatligini yaxshi bilib olishadi bular. Excuse me? Hello? You are coming. How old are you? 10 years old. Yes. Abdulloh Mahmud o'g'li. O'zbekistondamisiz aka? Siz o'zbekmisiz? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ha, o'zbekman. To'g'risi kutmagandim. Shu yerda tug'ilganmisiz? Yo'q, men Toshkentda tug'ilib, bu yerga ishlashga kelganman. Aka o'g'lingiz tahlillarini ko'rib chiqdim. Jarrohlik amaliyotidan keyin ko'rmagandek bo'lib ketadi. Unchalik jiddiy emas. Hammasi yaxshi bo'ladi. Katta bo'lsang kim bo'lmoqchisan? Futbolchi. Zo'r. Keyin o'g'lim futbol o'yna oladimi? Albatta. Nimaga siz o'zimizda ishlamaysiz? Sizdagi mutaxassislar o'zimizga ham kerak-ku. Menga bu yerda ko'proq to'lashadi aka. Hamma narsa ham pul bilan o'lchanmaydi-da, og'ayni. Bor, yo'lingda xona bor. Bitti ay 12 yıldızga qarab Nigahim so'z yozdi tiniq osmonga Balki shu qo'shiqni aytmoqlik uchun tug'ilgandirman men O'zbekiston Yolundan oğlum. ikisini sevişen Aziya yüreğisin Gökleri buradaysan Özbekistan vatanım Sen canım buradaysan Biz birleştik elde yürüsen buladı Zaferler bundan yüksel buladı Bu Agar ota-onalar bo'lsa, ota-onalar korrupsiya bo'lmasa, nima bo'lish mumkinligini kecha futbol ko'rsatdi. Biz birleştik elde yürüsen buladı Zaferler bundan yüksel buladı Bu yürekte yağmur işte olsa Dünyanın kaydıran kurslar buladı Boş ver. Endi bizni bilmaganlar hamdilar Egillagan dunyo maydonlar Noming bilan shoning shuncha yoshlar Osiyo yuragisan Ko'rmashali bo'lagisan O'zbekiston vatanim Sen jonim bo'lagisan Koçum çok kaliteli. Böyle tekrar. Hali zo'r kunlar keladi. Yo'qotganlaringni yo'lga to'ladi. Buguncha boriga shubha. Shunda ertangi kun sening kuning bo'ladi. Yalan. Yangi O'zbekiston. Inson qadri, inson baxti uchun.
Bo'ldimi? Onajon, tushundim. Oling. Ketdik. Bo'ldi.